Korpus cemiyetinden ben. Bizim cemiyetimiz istiqana faaliyeti bilen şoğlanada, istiqanada qishloq xo'jaligi mahsulotları yetiştiriladi. O'tgan 2025 yıl davomida cemiyetimiz tomonidan ishchi bozora 5 milyar 75 milyonluk mahsulot yetiştirildi. Bu yetiştirilen mahsulotimiz 545 milyon endeks hisoblanadi. Bu yılda Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan fermana asosan belli imtiyozlar neticesinde şu 500 milyonluk sağlık to'lovlaridan azat bo'ladi. Belli imtiyozlar neticesinde tejalagan mablag'lar cemiyetimizin şu maliyaviy faoliyatini sog'lomlashtirishga yo'naltiriladi. 2025 yıl davomida cemiyetimiz tomonidan sağlık organlaridan 1 milyardlık indeks qaytarib olingan cemiyetimizga bularni qaytarish jarayonida muddatlar cho'zilib shu 1 oy davomida qaytarib olib turdik. Yine belli imtiyozlar neticesinde 2026 yıldan 3 günde qaytarib olish imkoniyati qaror neticesinde pomidor bazli mahsulotlar yetiştiradi. İndeksden 0% stavka qo'llanadigan bo'ldi. Bu cemiyetimize yaxshi yangilik desek bo'ladi. 2026 yılda cemiyetimizde şu 2000 tonnadan ziyod mahsulot yetiştirilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu mahsulotni 50-60% ichki bozorga yo'naltiriladi. Bunun neticesinde bir 500-600 milyonluk indeks hisoblanishi mumkin edi. Belli imtiyoz neticesinde bu mablag' tejaladi ve cemiyetimizden maliyaviy ahvolni sog'lomlashtirishga yo'naltiriladi. Var. 2026 yıl 1 yanvardan başlab qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi korxonalar tomonidan bundan paxta va g'alla mustasno realizatsiya qilingan tovarlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 darajali stavkasi qo'llaniladi. Qishloq xo'jaligi tovarlari ishlab chiqaruvchilar uchun ushbu imtiyozdan qanday foydalanish bo'yicha tushuntirish berib o'tamiz. Bugungi kunda Soliq kodeksining 57-moddasiga asosan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari shartlariga mos kelgan tadbirkorlik subyektlari elektron hisobvaraq faktura rasmiylashtirishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi avtomatik tarzda qo'llaniladi. Ma'lumot uchun qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari deb bir vaqtning o'zida quyidagi shartlarga javob beradigan yuridik shaxslar e'tirof etiladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotini ishlab chiqaruvchi va uni birlamchi qayta ishlovchi basharti bunday yuridik shaxsning jami daromadida o'zi ishlab chiqargan qishloq xo'jaligi mahsulotini, shu jumladan uni o'zi ishlab chiqargan qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlashdan olingan mahsulotni, realizatsiya qilishdan olingan daromadning ulushi soliq davridagi jami daromadning kamida 80% ni tashkil etsa, yer uchastkalariga ega bo'lgan bu yer uchastkalari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lsa, ya'ni elektron hisobvaraq faktura yaratishda imtiyoz belgisi tanlanadi. Mahsulot nomi, o'lchov birligi, soni, narxi, ma'lumotlari kiritilib, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi ustuniga 0% tanlanadi. Shundan so'ng imtiyoz ustunida imtiyozning maxsus identifikatsiya kodi kiritilib, tovarning kelib chiqishi ustunida xususiy ishlab chiqarish turi tanlanadi. Eslatib o'tamiz, xususiy ishlab chiqarish turining tanlanilishi mahsulot qishloq xo'jaligiga tovar ishlab chiqaruvchilar tomonidan realizatsiya qilinayotganligini hamda imtiyozni qo'llash uchun asos hisoblanadi. Keyinchalik Soliq kodeksining 57-moddasiga asosan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari shartlariga mos kelgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan esa qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasini qo'llash May3 Soliq.uz portali elektron hujjat aylanish bo'limidagi yuridik shaxslarning soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat xizmatidan ariza yuborish orqali amalga oshiriladi. Bunda murojaat yuborish menyusiga kiriladi. Normativ huquqiy hujjat turidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni tanlanadi. Soliq turidan qo'shilgan qiymat solig'i tanlanadi. Normativ huquqiy hujjat raqamidan PF 153.0 tanlanadi. Imtiyozning boshlanishi va tugash vaqti, imtiyoz matni avtomatik shakllanadi. Asoslantiruvchi hujjat biriktiriladi. Viloyat, tuman, mahalla tanlanadi. Aloqa uchun telefon raqami kiritiladi. Shundan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Arizani tasdiqlash uchun yana bir bor yuborish tugmasi tanlanadi. Mazkur ariza 15 kun ichida ko'rib chiqilib, murojaatlar ro'yxati menyusi orqali
arizaning holatini kuzatib turish mumkin.